Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. 2025-yil 19-may sanasi bugungi sanasi. Qulupnaylarimiz mana mayda xilroq bo'lib qolgan bu yer. 10 metr atrofidami ancha terim qilindi bu. Mana qulupnaylarimiz. Qulupnay ekadigan joylarimizda mana hozirdan tayyorlab qo'yapmiz. Traktorlar bilan haydab. Avgust oyida ekiladi qulupnaylar. Avgustning 15-dan keyin salqin tushishiga qarab avgust oyigacha bu yer qizib qulupnay ekishga tayyor bo'lib, zo'r bo'lib turadi. Traktorlarimiz haydayapti. Mana yerlarimiz juda ajoyib bo'lyapti. Yo'l izida mana bu traktor bilan bir haydaymiz, maydalab. Juda ajoyib va soz bo'ladi.